Assalomu alaykum. Xudo xolasa mana payvand pomidorlarimizni ekkanimizga kechadan oldingi kun 16-da ekildik. Bugun 18-nechi bir kundan keyingi holati. Mana bu teplitsada ekin ekadigan kunimiz havo namligini qarasak plus 17-16% ekan. Tabiiyki pomidorga havo namligi juda muhim. Bodringga pomidordan ham muhim. Bodringga eng kami 60 bo'lishi kerakda. Pomidorga eng kami 40 bo'lishi kerak biza. Mana shu havo namligini ta'minlashimiz uchun nima qildik? Mana shu ariqchasiga yuradigan joyi bor, ko'tarmoqchiman. Mana shu suvdan berib chiqdik. Har kun lekin, bir kun emas. Kecha ham quyildi, bugun ham quyilibdi, ekiladigan kun ham quyildi. 16-17% namlik turardi. Hozir tekshirsak 45. Mana shuni turish kerak osmonga. Ozgina mana shu qilgan amaliyotimiz bilan teplitsani ichidagi nisbiy havo namligi deyiladi, vlyaga. O'sha vlyagani xuddi shu amaliyotimiz bilan ko'tarib oldik. Tepasiga loy sepilgan, qalinroq qilib ekilganiga 1,5 sutka bo'lgan teplitsani bugungi holati shu. Mana namlikni qanday qilib biz rishat qilamiz. Ekish tartibida o'tgan safargi videoga aytildi. Endi ekishdan keyingi video. Nima qildik? Bugun privikur beryapmiz. Agressiv 1 tonna suvga 1 litr 200 gram agressiv, 250 gram yantarniy kislota, 1 kilogram monofosfat kaliy yoki 0,50 gel. Xuddi shu narsa har bitta ko'chatning stoliga 100 gramdan quyib chiqilyapti bugungi ishimiz. Lekin havo namligi bo'yicha yordam qilish bo'yicha soat 11 ga 1 marta, 1 ga 1 marta, soat 3 ga 1 marta kunduzi ustidan yengil antistresli retsept sepyapman. Endi u har kun har xil sepyapman. U prямо bir xil narsa emas. Kechadan oldingi kun birinchi sepilgani kompleks mikroelement 5 gram, izobion 5 gram qilib sepdim, slabiy dozada. Endi bugungisi Foscraft MKP bor. 10 gram Foscraft MKP, 5 gram izobion, 3 gram sink, 3 gram marganet. Xo'sh, bugun sepadiganimiz. Erta endi Foscraft MNZN, keyin jiddiy kalsiy bilan jiddiy bor. Lekin asosiy vaqti shu 11 da, 1 da, 3 da. Kunduzi juda Buxoro sharoiti, avgust oyi. Qarasa yozda hali ham ko'cha 41, 42 bugun ekan. Imенно bugungi temperatura. Mana shu ishlar bilan havo namligiga bo'lgan talabini sal-pal qondiryapmiz. Bargidan yaxta qilib o'tirish uchun do'g'ri sepyapmiz. Xo'sh, hozircha kapeldan ikkinchi maplik retseptga keldik. Maplik slab retseptlar bor. Gruppamizga ham tashlaganman buni oldin Telegram gruppamizga. Maplik slab retseptlar bor. Birinchisini yedi. Bugun ikkinchisini yedi. Kapelni sразу uzoqlashtirib qo'ydik. Mana orqada sal qarovsizroq ekan. Hozircha yaxshi, o'sha toza yer qancha dezinfeksiya qilsak ham bitta yarimta oq pashsha ham paydo bo'lgan. Bundan oldin o'sha o'tgan 2 yil oldingi payvand ekkan vaqtim oq pashshaga kurash tartibi bo'yicha 30 minutlik men qanaqa video qilgandim. O'sha tartib bilan oq pashshaga qarshi dori beramiz yana.
Bilasizlar, eski o'sha videoni ko'rsangiz 35 minutlik tushuntirishlar bergan. Endi bu yangi obunachilar bilmaydi, eski obunachilar biladi. Sarlavhasiga qarab to'plasak o'sha videoni. Xo'p, hozircha shunaqa vaziyatda biza. Hozir obed soat 11 bo'lyapti shekilli. Bir marta ham, bir sekund ham so'lamabdi. Holat yaxshi hozircha ko'chatimizda. Xo'p, kuzatib turinglar. O'tkazib yuboringlar. Keyingi videolarni o'tkazib yubormanglar. Seriyalab izma-iz qo'yib boraman. Keyinchalik obunachilarimizga asqotib qoladi. Har bitta qilinayotgan videomiz.